Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda arzon tom yopish haqida bo'ladi. Shuni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Xizmatlari butun O'zbekiston bo'yicha ekan. Hozir ustakamiz o'zi chiroyli qilib narx-navosini yoritib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Ustoka yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldingiz. Rahmat, Xudoga shukr. Ustoka mana firmalardan boshlayveramiz, bo'lmasa. Xudo xolasa video davomida bitgan obyektlarni ham borib ko'rsatamiz natijalarini. Xudo xolasa. O'shanga narx-navosini o'zingiz chiroyli qilib tushuntirib berasiz. Bu nima mahsulotdan qilinadi aka? Bu aka konteyner mahsuloti, konteyner listlardan bo'lib, konteyner listlarini so'yib, profil ugonlik chiqaryapmiz. Shu mahsulot bo'lib chiqadi aka. Qalinligi nechilik bo'ladi keyin ustaga bularda? Aka bu temirimizni qalinligi 2 bo'ladi. 2 mm bu deyiladi. 2 mm dan qilamiz. Ha. Keyin uzunligi necha metrgacha besun tayyorlab berasizlar? Aka bu uzun enini 25 metrgacha yopdik. Yana o'sha 25 metrgacha yopgansizlar, natija nima? Yaxshi xudo xolasa ko'taraveradi. Qor, nima deydi, shamol, pomon bo'lsa hech narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa ko'taraveradi aka. Endi qilganimiz 4 yil oldin qilganlarimizdan turibdi aka. Ha, tushunarli. Buni misol necha metr tayyor bo'lyapti? Hozir bunimiz 13 metrlik firma tayyor bo'lyapti. 13 metrga firma tayyor bo'lyapti. Sizlarda masalan butun O'zbekiston bo'yicha xizmat a? Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Xizmat qilasiz. Asosan qayerda bo'lyapti ishlar endi? Hozir asosan Toshkentda katta obyektlarni ustini yopyapmiz. Yana 15 metr, 18 metr uzunligi 100 metr, 200 metrgacha bo'lgan obyektlar yopyapmiz. 1 gektar bo'lsa ham yopib beraverasizlar. 1 gektar bo'lsa ham yopib beraveramiz. Ya'ni shifrgacha qoqib beraverasizlar. Profil aslimi shifrmi? Shifr hamma yo'q xizmati o'zimizdan aka. Mahsulotlar, mana ko'ryapsiz, konteyner mahsuloti. Tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, buni balandligi masalan o'zgaradigan bo'lsa, o'rtada nimasi? Narxi o'zgaradimi? O'zgaradi endi, u darajada emas. Katta o'zgarish bo'lmaydi. Ozroq, misol, senalarga qo'shilib qolishi mumkin aka. Senalar qo'shilib qolishi mumkin, ha. Ustaga masalan, vodiy bo'yicha masalan yaqinroq, masalan, territoriya yaqin. Ichcha qanaqadir ustupka bo'ladimi? Vodiyga sharoit zo'r sharoitlarimiz bor. O'zimiz sexlarda tayyorlab, olib borib o'rnatib beramiz. Borib joylarni, razmerlar to'shli o'lchab olamizda. Kelib, endi sharoiti bo'lmasa, nima desam bo'ladi. Usta baqqani sharoiti bo'lmasa yo bir yotoq joydan muammo bo'lsa, o'zimiz sexda olib borib o'rnatib beramiz, yasab olib borib. Ha, значит, abitini ham qilib berish shart emas demoqchisiz, shundaymi? Hamma yo'q sexda muhayyo bo'ladi. Sizlarga o'sha masalan pulini bersa bo'ldi, bitirib olib borib, nollik uchun kalti topshirasizlar, shundaymi? Vodiy bo'ylab faqat. Vodiy bo'ylab. Toshkentda, Voha taraflarda endi joyda yasaymiz. Nima desangiz, endi u yoqlar uzoqlik qiladi-da. Bizga firmaning katta razmerlarini olib borish muammo bo'ladi, juda. Ki ustaga masalan ustanovkani o'zim qilib olaman. Menga faqat firma, mana firmani o'zini to'qib bersa ham to'qib berilaveradi. To'qib yasab berilaveradi ham. Berilaveradi. Ha, masalan qanchadan nima deydi, bitishi mumkin mana shu firmalar metri? Endi bizda kvadrati ko'proq. Ko'proq kvadrat etiladi. Kvadrati. Misol, senalar keladigan bo'lsa, 120 mingdan 180 minggacha qilib beramiz. Endi 120 ming so'mligimiz devori tayyor bo'lsa, devor ustiga firmalar terib, profnasligi tayyor qilib rekalarga chiqarib beramiz. 180 ming so'mliklarimiz o'zimizdan stoka xorilarigacha. Stokasi ham endi yerdan ko'tarilishi bo'ladi-da. Ha. Stoka xori ham firma olib borib ustanovka qilib beramiz. Profnasligi tayyor holat bo'ladi. Unga o'rnashtirib beraverasizlar kelishilgan narxda. Uni ham endi misol profnasligini qatirib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, ustiga 3-4 so'm pul qo'shilib qoladi. Endi misol ashi xizmatimizni qo'shib narx aytamiz. Aniq o'zimiz qatiradigan bo'lsak. Ha. Bo'ldi, tushunarli. Endi buni foydali tomonini aytib o'tamiz. Bular hali zavodskiy o'zini kraskasi bilan, kraska qilish shart emas. Hali zanglamaydi, yangi termizlar. Yo'q, zanglamaydi. Xolasa qarang, mana hozir uyda oldiga kaziro qilib bering yo uyga naves qilib bering desa, kraska qilayotgan firmalarimiz bor. Hozir obod ko'rsataman. Keyingi sexlarimizda tayyor bo'lyapti ular. Quloq olasa katta zdaniyalarni kelishtirib yo'q beraveramiz. To'yxona, mini stadion, zavod, fabrika, qanaqadir. To'yxona, katta zdaniyalarni yopamiz bu temirda. Zdaniyalarni yopishib berishaveradigan mana hurmatli obunachilar. Endi hozir bitgan obyektiga ham borib ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, mana bu yerda ko'rib turibsizlar, firma to'qilgan. Hozir endi ustoxona bu yonida bir tomonlama, bir skat deyiladigan, uni ham to'qishyapti, uni ham ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, mana bir tomonlama tamom yopishib berishaveradigan mana to'qilish jarayoni. Bundan tashqari ustaka mana bular nima ekan bular? Bularni to'qityapsiz? Bularimiz aka stokasi, keyin xoriligi, mana bolalar tayyorlashyapti. Ha, stokasini ham, xorisini ham o'zidan to'qib berasizlar, yo'q bo'ladigan bo'lsa. O'zimiz to'qib, hamma yo'g'i mana ustanovkasida aka, ustanovkaga kelganda stoka xorilari bilan birga 180 ming so'mdan qilib beramiz.
Ha, shunaqa ustunini nima deydi, unaqa xorilari ham bo'lsa 180 ming so'm. Ha, 180 ming so'mdan qilib beramiz. Maynaqa stoyka xorilari bo'lsa, endi imkon qadar obyektga qarab ham gaplashiladi. Значит, obyektda xo'jayini aqa-baqa yugurmaydi. Yo'q. Sizlarga bitta pul to'laydi, bitirib chiqib ketasizlar. Bizga dogovorda naqd beradi, bo'ldi, bitkizib beramiz. O'zimizdan. Endi bizga oziq-ovqat, elektrotok, yotoq joy bilan ta'minlasa bo'ldi. Qolgan dogovorda so'mmani beradi. Ha, Toshkent voha tomonliklar. Xudo xolasa. Tushunarli. Bu nechilik materiali buni? Bularimiz aka 10 ga 10 bo'lib chiqadi. 10 ga, ha, 4 burchak bo'lib? Ha, kvadratga bo'lib, 4 burchak bo'lib, svarka bo'ladi. Ha, 4 burchak profil bo'lib chiqadi 10 ga 10. Qolasa 8 ga 8. Endi obyektga qaraysizlar, ko'tarishiga qarab tayyorlab berilaveradi, xohlagan razmerda. To'g'ri aka. Tushunarli. Mana ustakalarimiz mana tayyor to'qilganlarimiz bor aka. To'g'ri to'qilyapti. Ha, tushunarli. Shu vodiy bo'ylab mana shu endi bizga qulayliklarimiz. O'zimizda yasab, sexda tayyorlab olib borib beramiz. Ha. Katta zdaniyalarda xudo xohlasa bemalol aytishaveradi. Chiroyli qilib yopib beramiz, arzon qilib kelishtirib. Ha, mana bu yerda tayyorlari bor ekan-a? Mana bu yerda mana tayyorlari, ya'ni bir-biriga ulab chiqib o'sha 10 ga 10 deysizmi, 8 ga 8 mi, 15 ga 15 mi farqi yo'q. O'sha obyektga qarashib tayyorlashib berishaveradi. Ustaga sizga keyin yana bitta savol. Masalan, ko'pchilar masalan Xorazm, Qoraqalpog'iston sizga obyektni shuni o'lchab turib bitsa, pulini chiqarib beraverasiz. Pulni ham borib yotish shart emas. Borib yotish shart emas. Narxni hozir misol 15 ga 30 deydigan bo'lsa, biz telefonda o'zimiz hisoblab chiqarib, telefonda narxini aytaveramiz. Narximiz ma'qul kelsa, borilaveradi. Bitta zakat beradi. Bitta zakat beradi, material usta hamma yo'q bilan yetib boriladi. Shu bilan 50% pul beriladi. 50% pul bergandan keyin bitkizib, mana uyda egasiga topshirganimizdan keyin qolgan yana 50%ni beradi. Tog'ani rachodlashaveradi. Endi bitirgan obyektlaringizga boramiz, ha? Natijalarni ko'rsatgani ketdik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, mana ustakalarimiz yaqinda topshirgan obyektlarga yetib keldik. Mana ko'rib turibsizlar, ishlari vobshe zo'r. Zo'r qoyil mana. Ustaga buni yaqinda topshirdilarmi? Ha, buni aka 3 oy bo'ldi buni topshirganimizga. 3 oy bo'ldimi topshirganlar? 3 oy bo'ldi. Ha, va shu zo'r chiqdi, xudo xolasa. Xudo xolasa zo'r qilib chiroyli. Xorilarni ham o'zdan qo'yib berdilar. Stoka xorilari hamma yo'q o'zimizdan bo'ldi aka. Ha. Значит, pusto yer bo'lsa ham o'zlaring noldan ko'tarib beraverasizlar, shundaymi? Ashquro yerda o'zi bo'lsa ham xuddi shunaqa stokalarimiz variantlari ko'p aka. Mana stokalarimiz ham bor, yaxshi. Hozir eni 5 metrda turibdi. 5 metrga stoka o'rnatib, xuddi shunaqa yasab berdik. Ha, devori keyin urilaveradi. Xolasa devor urilaveradi, xolasa provnasini atrofini to'sib olaveradi. Gap yo'q. Qoyil. Bu nechi bu razmerimiz aka? Aka, buni hozir eni 15 metr. Ha, eni 15 metr. Uzunligi 30 metr. Uzunligi 30 metr. Bunimizni narxi qanaqa bo'ldi ekan ustaga? Aka, narxini buni hozir Shiperda o'zi uy egasi olib berdi. Alohida olib berdi. Ha. Shiperda qatirib ham berdik. 72 million so'mga bitdi shu. O'pishi masalan kvadratini chiqarish olaveradi. 72 million so'mga bitibdi. Mana shu xori ustunlari bilan biriga ekan. Hurmatli obunachilar, mana 1 kvadrat qanchadan to'g'ri keladi o'shani ham aytib ketaylik. Bularimizni 1 kvadrati 165 ming so'mdan to'g'ri keladi. 165 ming so'mdan. Ha. Agarda mana bu ustunlar yo'q bo'lsa, ancha arzonlashadi, masalan, xor ustunlar. Devorini o'zi bor edi. Devori bo'ladigan bo'lsa aka 130 ming so'mdan, 140 ming so'mdan, endi 120 ming so'mdan 150 ming so'mgacha hisoblanaveradi. Ha, sharoitga qarab kelishilaveradi endi. Bunga hozir loy bossa ham ko'taraveradi aka. Ha, lombazni ham bemalol ko'taraveradi. Bu loyni ham ko'taraveradigan holat. Gap yo'q, mana xolasangiz issiq o'tib ketmasligi uchun lombasi ham bosib nima deydi? Bossalar ham bo'laveradi ekan. Tushunarli. Bu yerda yana bitta foydali tomonini ko'rib turibman. Buni taxta reykani yoniga yana nima ham qo'ygansizlar ekan-a? Profilda o'zidan. Hozir u profilda o'ziga ham shiferda qatirsa bo'laveradi. Ha. Prosta taxtali reykani qo'yib olganimiz sababli uyda egasi taxtali reyka qilib beravering. Yo'da bu taxtali reykani olib baylab, samolyotda qatirib, shiferda shunga qatirib berdik. Hozir mana temirda o'ziga ham shiferda qatirsa bo'laveradi. Ha, u ham bor xizmatlar. Ular ham bor aka. Xolasa shifer, xolasa profinastil. Xolasa shifer, xolasa profinastil. Mana ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar, o'sha aytib o'tgandek, xolasangiz 10 gektar, xolasangiz 100 gektarda ham yopishib berishaveradi ekan. Xuddi mana shunday konteyner profillardan. Ustaga keyin Bozor va biznes kanalida aloqaga chiqsa, skidka qilib berasizmi? Xudo xolasa skidka qilib beramiz. Arzon qilib kelishtirib, zo'r qilib beramiz. Gap yo'q. Rahmat sizga ham kattakon. Hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Endi xato va kamchiliklari bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Xuddi shunday arzon narxlarda sifatli tom yoqtirmoqchi bo'lsalar, aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha
xizmat qilishaveradigan. Ustiga mabodo bizda obunachilardan Tojikiston, Qirg'izistondan ham bor-da. Men o'zimga ham aloqaga chiqib turadi. O'taverasizlarmi agar? Ha, Tojikiston, Qirg'izistonga ham o'taveramiz. Farqli o'tilaveradi. Prosta materiallarimiz olib o'tirish yo'lini topsak bo'ldi. Olib o'tgan ham odam bor. Tanishlar bor. Bo'ldi, olib o'tsa u yoqqa ham bitkizib, chiroyli qilib qurib beraveramiz. Gap yo'q mana. Butun O'rta Osiyo bo'yicha ekanda xizmatlang. Aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Video uchun albatta oxirida bitta like bosib qo'ysalar, juda ham xursand bo'lib qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.